Non delisht hamdena hundas lamdi love me. O'limidan oldin otang o'zi yaxshi ko'rgan Dikkunsi sardori haqidagi rivoyatni senga berib qo'yishimni so'radi. Men esa unga bu xatdan samolyot yasayman deb aytdim. Xuddi shunday qildim va samolyot seni yoningga uchib bordi. Shunday yashaginki, hech qachon o'lim seni qo'rqita olmasin. Hech kimni hech qachon o'zi ishongan narsalardan aynitishga harakat qilma. O'zga insonlarni va ularning qarashlarini hurmat qil va xuddi shunday o'zingga ham hurmat talab etishni bil. Hayotni sev, bu hayotni yaxshilashni o'rgan. Atrofingni doim go'zal qilishga harakat qil. Uzoq yashashga intil, xalqing uchun yashashga. Vaqt soating yetganda esa mardlik bilan joning uzilsin. Yuragini hovuchlab qo'rqib yashaydigan insonlar esa doim hayotini o'zgacha yashab o'tish uchun yana vaqt va imkon so'raydilar. Sen esa o'lim haqida kuyla, qahramonlarcha kuyla. Undan so'ng esa uyingga qayt. Konstitutsiya o'yinchoq emas. Oyoq osti qilinar emas. Adolatsiz amaldorlarga poralarni tutqazib bermas. Adolat istayman O'zbekistonda. Nohaqlik avjida qiyin sharoit, ona yurtim bag'rida quldan farqim yo'q. Huquqimni chetga surar organ xodimi. Ruhiy kasal emasman, quloq sol do'stim. Adolat yo'lida mag'lub bo'lganman. Haqiqatni gapirdim diktafon bilan. Chin so'zlarim bekorga ketdilar zoya. Tartib qoida buzilmasin, hiyla nayrang tuzilmasin. Xalq va qonun vatan uchun yerdan oyoq uzilmasin. Jahlni emas, aql va vijdonni ishlat, qonunlarni buzmagan holda. O'zbekiston Respublikasida tug'ilib o'sgan ona vatanimizda qanchalar nohaq itdek xo'rlanishim adolatdanmi? Ey meni xo'rlagan, qonunlarni buzgan, mansablarni suiiste'mol qilgan, qalbaki hujjatlar tuzgan va sudlarda, tegishli joylarda yolg'on gapirib, adolatsiz ishlarni rivojlantirib, davomiylantirib, meni xo'rlagan yuqoridagi tegishlilar, senlarni Alloh choralaringni ko'rsin. Senlarni hukmlaring bu dunyoda menga
sharmandalik, xo'rlik azoblarini olib keldi. Oxiratda esa Alloh sizlarni men bilan yuzlashtirganda qay ahvolga tushasizlar Allohimning qarshisida. Alloh bilasizlar adolatli. Hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, mening har bir so'zlarim sizga qanchalik ahamiyatli yoki ahamiyatsiz o'zingiz yaxshi bilasiz. Lekin meni xo'rlanib, mana shunchalar murojaat qilishimga kimlar sababchi bo'layotganligini o'zingiz tushunib turibsiz. Men bekordan bekorga sizga murojaat qilmayapman, maynavozchilik qilmayapman, yolg'on gapirmayapman, hech kimga tuhmat qilmayapman. Garchi men tuhmatlar azobida xo'rlanib kelayotgan bo'lsam-da. 17-avgust 8-oy 2013-yildan bugungi kun 10-iyun 6-oy 2025-yilgacha itdek xo'rlanib kelyapman tug'ilib o'sgan ona vatanimizda. Meni so'zlarim sizga shunchalik ahamiyatsizmi? 11-aprel 4-oy 2025-yili YouTube'ga videom joylashtirib sizga og'zaki murojaat qilganim va siz qonunlarga qanchalik e'tiborli yoki e'tiborsiz ekanligingizni o'zingizdan ko'rib tushunib yetyapsiz. Men baho berib aytsam, tuhmat qilgan yoki yomonlagan yoki bir boshqa fikrlagan inson bo'laman. Birovni yaxshi yomon deyishdan oldin ularni o'ziga qo'yib berish kerak. Va men sizni o'zingizga qo'yib beryapman. Siz qanday inson bo'lib gavdalanyapsiz ona vatanimiz O'zbekiston Respublikasida. Sizni yaxshi desam, maqtashga tilim bormaydi. Yomon desam, bunga ham tilim bormaydi. Nega? Men qonunga bo'ysunuvchi, itoatkor fuqaroman. O'zbekiston Respublikasining qo'shtirnoq ichidagi xo'rlanib kelayotgan fuqarongizman. Sizni hurmat qilishimga ikki sabab bor. Birinchisi, Konstitutsiyamizning 60-moddasi, yana bir marta aytib o'tay, majburligimizni tushuntiradi hurmat qilishga. Qolaversa, yurt boshimiz bo'lgani uchun sizni maqtay ham olmayman, yomonlay ham olmayman. Lekin men qanchalar murojaat qilayotganimni siz bilib turibsiz. Agar siz bilmasangiz, men sizni atrof muhitda o'rganayotgan tegishli odamlari bor deb o'ylamayman. Lekin sizga murojaat qilishim kerakligini o'zingiz ham tushunib turibsiz. Agar siz adolatli bo'lsangiz, menga Telegram orqali bog'laning va men sizga diktofon zapslarimni, arizalarim, javob xatlarimni yuboray. O'zingiz ko'rib guvohi bo'ling. Mening oliy asl maqsadim tuhmat bilan qoralangan nomni oqlash. Prezidentlikka da'vogarligim 2-daraja. Agarki tug'ilib o'sgan ona vatanimiz O'zbekiston Respublikasida adolat, yaxshi kunlar, mehr oqibat bo'lmas ekan, men Allohdan so'rashdan to'xtamayman prezident bo'lishimni. Har bir prezident bo'lishga haqli. Qo'lida O'zbekiston Respublikasining fuqarolik pasporti bor inson. Yana bir marta aytaman, mening oliy maqsadim tuhmat bilan qoralangan nomimni oqlash. Iltimos aytingchi, janob Shavkat Miromonovich. Bizning qonunlarimiz bir-biriga qarama-qarshi yaratilganmi yoki to'g'ri yaratilganmi? Va yuqoridagilar qanchalik yuqoridaligini, fuqarolar qanchalik pastdaligini
bilasizmi yoki yo'qmi? Bu savolli murojaatim. Men sizga tushunarli yo'l darajada shuni aytmoqchimanki, siz O'zbekiston Respublikasining, ona vatanimizning qayerda qanday tosh turganini biladigan vatandoshimiz, hozirda yurtboshimizsiz. Iltimos, barcha vaziyatlarni adolatli darajada to'g'ri hal bo'lishida ham qonunan, ham vijdonan, ham shariatan, ham mantiqan atroflicha amaliy yordam bergan holda barcha vaziyatni Allohim karomat ila to'g'rilang. Sizdan iltimos. Men hanuzgacha qonunan, vijdonan, shariatan, mantiqan to'g'ri yo'lni tanlagan holda sizga murojaat qilib kelmoqdaman. Chunki yuqorida aytib o'tganimdek, men asl qanaqa insonligim arizalarimda ham ko'rsatilib kelmoqda. Goho g'am anduhdan sochlar oqardi. Ba'zan tashvishlar deb keksaydi jasad. Ammo sevgi doim yoshardi. Ko'ngil go'dak qoldi abadul abad. E'tiborlariniz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.